Insonning shaxs sifatida shakllanish jarayoni uning bolalik va o'smirlik davrida olgan bilim va ko'nikmalariga bog'liq deyishadi. Yoshlikda olgan bilim, toshga o'yilgan naqsh iborasi esa insonga ilm va hunar egallash borasidagi eng maqbul davri, yoshlikning har bir daqiqasidan unumli foydalanishga da'vat etayotgan kabi jaranglaydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, joriy yilning 15-may sanasida prezidentimiz rahbarligida bo'lib o'tgan ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida shaxsan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilgan Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida butun mamlakatimiz bo'ylab keng quloch yoygan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham mohiyatan yoshlarning iqtidor va salohiyatlarini rivojlantirish, ularni yangi marralar sari ruhlantirish, umrning o'tayotgan har bir kuni, har bir daqiqasidan unumli foydalanishga da'vat qilayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada Amudaryo tumani hokimligi, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi hamda boshqa hamkor tashkilotlar mas'ullari ishtirokida ishlab chiqilgan reja asosida tashkillashtirilayotgan dildan muloqot tarzidagi davra suhbatlari, 3 avlod uchrashuvi, she'riyat va kitobxonlik kechalari, turli sport musobaqalarida 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar, o'smir yoshlar ishtirok etishmoqda. Ana shunday ko'ngilochar tadbirlardan biri tumanning Xizreli mahallasi hududidagi 46-sonli umumta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. Mazkur ta'lim muassasasida o'quvchilar ta'tilga chiqqan kundan e'tiboran Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi va shu asosda o'quvchi yoshlarning ta'til davrini mazmunli o'tkazishlari, o'zlarining qiziqish va iqtidorlarini amalda namoyon etishlari uchun bir necha yo'nalishlarda to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilib, zarur shart-sharoitlar yaratildi. Ayniqsa o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga qaratilgan sport sog'lomlashtirish musobaqalari, badiiy havaskorlik to'garaklari a'zolari ishtirokidagi ma'naviy ma'rifiy ko'ngilochar tadbirlar o'sib kelayotgan yosh avlod qalbida milliy ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini mustahkamlab, vatanparvar, o'zaro mehr-oqibatli insonlar sifatida voyaga yetishlarida muhim omil bo'lmoqda. Biz vatanparvar yoshlarimiz shiori ostida tashkillashtirilgan 3 avlod uchrashuvi tarzidagi tadbirda Amudaryo tuman oila va xotin-qizlar bo'limi rahbari Go'zal Soburova, Ekologiya partiyasi Amudaryo tuman kengashi raisi Sadulla Sadiqov, Amudaryo muhandislik texnikumi direktori Shuhrat Yo'ldashevlar va maktab pedagogika jamoasi hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Tadbir avvalida mehmonlar maktab direktori Odilbek Jumaboyev taklifiga ko'ra Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida tashkil etilgan to'garaklar faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ekologiya, yosh kitobxon, yosh musavvir to'garaklari a'zolari tomonidan tashkil etilgan jonli tabiat, kitoblar va rasmlar, qo'l mehnati va to'qimachilik mahsulotlari ko'rgazmalari, shuningdek yoshlarni sog'lom turmush tarziga rioya qilishga undovchi to'g'ri ovqatlanish va vaqtida dam olish bo'yicha yo'naltirishga qaratilgan sanitariya gigiyena talablari bo'yicha tashkil etilgan ko'rgazmalar tadbir mehmonlarida katta taassurotlar qoldirdi. Ayniqsa matematika va mantiq to'garagi a'zolari tomonidan tashkillashtirilgan savol-javoblar tarzidagi ingliz tili to'garagi a'zolarining jonli muloqot ko'rinishidagi ko'rgazmali taqdimotlari Xizreli mahallasi hududidagi 46-sonli maktabda haqiqiy bilimdon va yuksak salohiyatli yoshlar ta'lim-tarbiya olib, yozgi ta'til davrini ham o'zlari uchun foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanish orqali ijodkorlik bilan mazmunli o'tkazayotganliklarini tadbir mehmonlari alohida e'tirof etdilar. Tadbir davomida ishtirokchilar maktabda tashkil etilgan boks, shaxmat, shashka, voleybol va futbol to'garaklari faoliyati bilan ham yaqindan tanishib, mazkur to'garaklar a'zolari bilan muloqotda bo'ldilar. Shu kuni Dolzarb 90 kun doirasida 2-sinf o'quvchilari uchun yo'l harakati qoidalari bo'yicha dars mashg'ulotlari, 5-sinflarda zakovat intellektual o'yini, kitobxonlik darsi hamda 2-sinflarda ertaklar olamiga sayohat tadbirlari ham tashkil qilinib, bu tadbirlarda o'quvchilar o'zlarining yozgi ta'til paytida egallagan bilim va ko'nikmalarini amalda namoyon etdilar. Maktab badiiy havaskorlik to'garagi a'zolari tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar tadbirga yanada joziba, ko'ngillarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Tadbir yakunida Amudaryo tuman oila va xotin-qizlar bo'limi rahbari Go'zal Soburova 2024-2025 o'quv yilida alohida yutuqlarga erishgan bir guruh o'qituvchilarga tuman hokimining tashakkurnomalarini taqdim etdi va yoshlarning iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish, yozgi ta'til davrida ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish borasida fidoyilik bilan mehnat qilayotgan maktab pedagogika jamoasiga minnatdorchilik bildirdi.